Şeylerimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü İslahı 2021 yıl 8. ayının 6. günü haftaga cuma. Şundaq, nima deydi? Şinhuaşı bu Amerika'nın kapital menfaatleri üçün düşman yasap çıkışı, yer şarı muqimliği ve tinchlikqa buzg'unchilik qilishini ko'rsatdi deydi Şinhuaşı. Sabiq prezident Trump'ning Parij kelishimiga buzg'unchilik qilib, yer shari ekologiyasiga buzg'unchilik qildi deb ko'rsatdi Şinhuaşı. Medeniyet zo'ravonligi yurgizib, ko'p manbalik medeniyetning o'rtaq mavjud bo'lib turishiga to'sqinlik qildi. Bu jinoyat Amerikaning g'arb madaniyat a'loligini uchirib maqtab, boshqa millat madaniyatiga qora surkiganligiga qaratiladi, deydi Şinhuaşı. İnternet nazoratchiligini yo'lga qo'yib, yer shari sipirlashgan bexatarligiga buzg'unchilik qilish. Bu jinoyat Amerika uzundan beri to'rbatlarga g'arazli hujum qilishni yo'lga qo'yib, o'g'rining o'g'rini tut deb tovlig'inidek ishni qildi demoqchi bo'ladi Şinhuaşı. Vaksina hamkorlik buzg'unchilik qilib, butun yer shari sayya bexatarligiga tahdid silish. Müşahede bir cümle hazır, bütün dünyaya Amerika vaksini bile yardım kılıbatıdır vatandaşlar. Görüyorsunuz haberler. Bütün dünyaya Amerika hazır vaksini arkalık yardım kılıbatıdır. Bexatarligi tahdid silish. Bu cinayet Amerika Qo'shma Shtatlar hükümet öz meyliga qo'yib etish, düşmanlışı şekillik vaksini siyos yer sharining sayya ishlariga foydasizdir, deydi Şinhuaşı. Endi bu qatam 8. ayının 3. günü Şinhuaşı e'lon qilgan g'arb dunyosining 7 turlik jinoyati tuvandikcha. Zo'ravonlik. Amerika mushu kungacha 20 yildak vaqt urush qilmay keldi. Urushdan keyin 1945 yilidan, yani urushdan keyin, yani 1945 yilidan 2001 yilgacha bo'lgan aralıqda Amerika 201 maydon urush qo'zg'adi, deydi Şinhuaşı. Bulang-talang qilish. Amerika kudretli harbiy kuchidan foydalanib, har qaysi ellerde başka devletler mal mulkini bulab taladı. Mesela Suriye urushi mezgilida Amerika armiyasi Suriye hükümeti qarshi armiya bilan birlashib ham nefret, buğday o'g'irladi. G'ayri rasmiy pul birligi orqali Yevroga zarba berdi. Yevropa sanoatini bulang-talang qildi, deydi Şinhuaşı. Bir misal paketlik vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqda urush qilib g'alaba qilgandan keyin Iroqning ham neftini, tabiiy gazini Amerika ochdimi? Xitoymi? Xitoy fursatparast Xitoylar ochdi. Bu yerda Amerika bulang-talang qilgani yo'q vatandaş. Ko'rdingizmi? Huquqqa daxl tarviz qilish. Amerika chet ellardagi urushda yerlik millatlarning kishilik huquqi eg'ir xiloflik qildi, deydi Şinhuaşı. Suriyada hukumat qarshi kuchlarga yordam berdi Amerika, to'g'ri. Qo'llaymiz. O'tir sharqda kurdlarni qo'lladi Amerika, qo'llaymiz. Bu to'g'ri. Nima xato qildi Amerika? Bu yer nima deyapti? Yerlik milletlerinin kişilik huquqlariga eg'ir xiloflik qildi, deydi Şinhuaşı. Buzg'unchilik qilish. Amerika boshqa davlat hokimiyatlarini o'ldirishga kirishib, go'moshtalarni tarbiyaladi, qarama-qarshilik yasab chiqdi. Buzg'unchilik qildi, tiklamadi, balki yaratmadi. Xalqaro qonunlar va xalqaro prinsiplarga parvo qilmay, boshqa davlatlarning huquq manfaatlariga tajovuz qildi, deydi Şinhuaşı. Yolg'on so'zlash. Amerika o'zining manfaatini qo'g'dab, boshqalarni besib chetga qaqib, Amerika va uning ittifoqdoshlari yolg'onchilik qilishga odatlandi.
ağzıda altın tavullap, kılçı asası bolmagan paket ve ispatlarını oydurup çıkarıp, yalgan söz ibarlarını tarqıtıp, sepsetelerden paydalanıp dokunuş ve talaş tartış peyda kıldı deydi Şinhuaşe. Devamını anlayız vatandaş.